Bizning navbatdagi darsimiz demak 8-dars. Yangi so'zlardan boshlaymiz darsimizni. Yangi so'zlar. Bu safargi mavzuyimiz qishloq bo'ladi. Qoryatun qishloq, Qur'on qishloqlar. Haqlun dala, mazroatun fermer xo'jaligi, ekin dalagoh degani. Bazratun degani urug' degani. Nabatun o'simlik, nabatatun o'simliklar. Qamhun bug'doy, qumuhun bug'doylar. Xudorun sabzavot, xudrovatun sabzavotlar. Favakihu mevalar. Ardun yer, arodin yerlar. Mahosil degani hosillar, mahsulun bo'ladi bunning birligi. Zaroa ekdi, hasoda o'rdi, jamaa yig'di, nazzofa tozaladi, hafaro qazidi. Bu yangi so'zlar, bularni yodlab olamiz. Endi o'tgan zamon haqida gap ketyapti. Bugungi darsimizdan boshlab turib zamon haqida gaplashamiz. O'tgan zamonni biz aytamiz fi'lu madin deymiz, ya'ni o'tgan mozining fe'li, o'tib ketganning fe'li. O'tib ketgan ish harakat degani, o'zi fe'l degani bajarilgan ish harakat. O'tgan zamonda 3-shaxs muzakkarni ko'ramiz. Ma'lumot o'rnida arab tilida 14 ta shaxs bor. Mana kishilik olmoshlarni yodladingiz, ko'rib chiqdingiz. O'shalarni har biri alohida turlicha keladi. Ya'ni huvaga alohida, hiyaga alohida, humaga alohida, antum, antunda. Bularni endi biz hammasini bitta o'tsak qiyin bo'lib qoladi deb buni bo'lib o'tamiz. Masalan, bugun 3-shaxs birlikni o'tamiz, ya'ni huva, huma, humni o'tamiz. Demak, arab tilida o'tgan zamon fi'lun madin voqea yoki harakat o'tib ketgan vaqtda sodir bo'lganligini ifodalaydi. Quyida o'sha 3 ta shaxs erkak jinsi uchun, ya'ni muzakkar uchun qoida va misollar beriladi, ko'ramiz. Birlik shakliga buni aytamiz biz mufrod deymiz. Ya'ni mufrod degani Farid degan ism bor o'zbek tilida bilsangiz. Farid yolg'iz degani, Farida. Bu ism ham ma'nosi arabiy holda olingan. Ya'ni ma'nosi yolg'iz degani, arabcha so'z bu ham. Bitta erkak kishi uchun ishlatiladi, mufrod. Fe'l oddiy shaklda keladi. Mana shuni eslab qolaverasiz, chunki shuni lug'atga yozsangiz shu chiqadi. Qolgan shakllar chiqmaydi. Qolgan shakllarga qo'shimcha qo'shilib o'zgarib ketadi. Qo'shimcha qo'shilmagan varianti bir dona, yana o'sha huva bilan birga keladigan fe'lni yozlab olasizda, o'shani kiritish kerak. Qolganiga qo'shimcha qo'shib yodlayverasiz. Mana fe'l yodlayotganda o'shaning uchun ham lug'atlarda mana hasola, zaroa degan fe'llarni ko'rdik. Ular 3-shaxs birlikda turibdi. Palon narsa qildi, piston narsa qildi deb. Masalan, huva plus fa'ala. Ya'ni huvadan keyin mana fa'ala bu vazn bo'ladi. Ya'ni fa'ilom 3 harfli fe'l bo'ladi, o'shani o'rniga tushadi. Misol uchun ka fa'ni o'rniga, ta ayn o'rniga, ba lani o'rniga turibdi. Masalan, bu vazn nima degani desa, mana fa'alani yodlab olasizda, uni o'rniga birotta fe'lni qo'ysangiz, o'shanga tushib ketaveradi. Masalan, fa'ala kataba, fa'ala jalasa, fa'ala qara'a bir-biriga tushaveradi. O'shaning uchun mana vazni bor. Formula desak ham bo'ladi. Mana kataba shunga tushgan. Mana huwa katabal vajiba, u vazifani yozdi. Vajiba degani vazifa degani. Vajiba bo'lishining sababi a bo'lyapti, n degan qo'shimchani beradi. Gap tuzishda birinchi fe'l, keyin birinchi ega, keyin fe'l, keyin narsa keladi. Huwa darasat darsa, u darsni o'qidi, darsni yodladi, o'rgandi. Huwa zahaba ilal bayti, u uyga ketdi. Ilaga degani bayti uy, uyga ketdi degan. Endi mana bu 3-shaxs birlikda turibdi. Endi ikkilikda musanna bo'ladi, ikkilik. Bu yerda 2 kishi bo'ladi, bir kishi emas. Masalan, Ahmad bilan Muhammad bo'lsa, 2 kishiga alohida aytasiz. Ahmad va Muhammad o'qidi desangiz, kataba deya olmaysiz yoki darasa deya olmaysiz. Ahmad va Muhammad kataba bo'ladi. Oxirida bitta alif qo'shilib oladi fe'lga. Mana bunga mana qo'shimcha qo'shilyapti. Huma fa'ala deb. Huma kataba, ya'ni ular ikkisi darsni yozdi. Huma darasa, ular ikkisi maktabda o'qidi. Huma zahaba, ular ikkisi uyga ketdi deyapti. Va oxirgisi ko'plik, jam'on bo'ladi. 3 va undan ortiq erkak shaxslar uchun ishlatiladi. Ahmad, Muhammad, Salim ham qo'shilib olsa, endi biz unga fa'alani ham, fa'alani ham ishlata olmaymiz. Endi bularga fa'alu bo'ladi vazni. Masalan, hum katabu bo'ladi. Al-vajiba, ular vazifani yozdilar. Hum darasu fil madrasa, ular maktabda o'qidilar deyapti. Hum zahabu, ular uyga ketdilar deyapti. Hum zahabu ilal bayt. Mana bu yerda birlik, ikkilik, ko'plikda olmoshi va qo'shimchasi fa'ala, fa'ala, fa'alu mana qo'shimchalar. Kataba, kataba, katabu deb tushilib qo'yilgan. Mana shuni o'zlashtirib oladigan bo'lsangiz, demak, hozircha fe'lni ishlata olasiz 3-shaxs birlik, ikkilik, ko'plikda.
Bundan keyingi darslarimizda biz muannas shaklini ham o'tamiz. Jumlalarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, fa'ala vaznida al-fallahu zar'a bazratan, dehqon donni ekdi. Al-fallahu hasada bazratan, dehqon donni yig'ib oldi. Nimaga bu birlikda turib desak, dehqon bitta-ku. Al-fallahu jama'a bazratan, bu ham to'pladi degani. Al-fallahu nazzafa bazratan, donni tozaladi degani. Endi ikkilik ko'rsa qarang. Fallahani zara'a, hasada, jama'a, nazzafa bo'lib qolyapti. Ma'no o'sha ikkilikda tarjima qilinadi. Ikkita dehqon mana bu donni ekdi, yig'di, terdi, tozaladi deb tarjima qilinaveradi bu. Muhimi fallahani agar ikkilikda kelsa fe'l, buni orqasidan zaro'ani ishlatsak mutlaq xato bo'ladi. Ikkilikka birlikka ishlatib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun bu fe'llarni shakllarni bilib olishimiz kerak. Xo'p, keyingisi fa'alu, qildilar, bajardilar degani bu. Al-fallahuna zara'u. Endi boya ko'rdik, yuqorida ko'rdik. Zara'u bo'lsa, dehqonlar degani fallahuna, mana ko'plikka ko'plik keladi. Zara'u, hasadu, jama'u, nazzafu bo'ladi mana shu holatda. Xo'p, bu o'sha uchinchi shaxs ko'plikda, ma'nosi ko'plikda tarjima qilinaveradi. Xo'p, keyingisi tamarinlar bor. Xo'p, buni tuslarimiz, masalan, tuslaymiz. Jalasani, masalan, jalasa, jalasu. Nazorani ham shunaqa tuslab chiqasizlar, hammasini joyiga qo'yib. Va bu yerda mana bu ekiga qarab, al-muzori'u degani o'sha ekin ekuvchi degani muzori'u ham qaysi birini qo'yamiz? Birlikdami, ko'plikdami, ikkilikdami? Mana shu ikkilik, birlik, ko'plikka qarab turib, qavs ichidagilarni qo'yasiz, tarjima qilasiz. Bilmagan so'zlarni qidirib topishingiz mumkin. Hop, keyingisi o'zbekchadan arabchaga tarjima qilishimiz kerak. Demak, dehqon ekdi, u kishi yig'di, ular tozalashdi deganlarni ko'rib chiqasizlar, tarjima qilib chiqasizlar va undan keyingisi esa arabcha gaplar berilgan, bularni ham o'zbekchaga tarjima qilishingiz kerak. Hivor bor halgagidek, buni yodda olishimiz kerak imkon qadar. Xo'p, masalan, tarjimasi o'z berib qo'yilgan asli maza fa'alal fallahu fil qaryati. Umar aytibdi, dehqon qishloqda nima qildi? Zara'al budura fil haqli, u dalaga ekin ekdi. Va maza fa'ala ba'da zalik, undan keyin nima qildi? Mana fa'ala qildi. Hafaral arda, yerni qazidi va nazzafa al haqla, va dalani tozaladi. Va hal hasada al mahasil, u hosilni o'rib oldimi? Na'am, hasada al qamha wal jami'a al hudara wal fawakiha. Ha, u bug'doyni o'rib sabzavotlar va mevalarni yig'di. Ayna wada'al mahasila, u hosilni qayerga qo'ydi? Wada'aha, ha bu yerda uni degan ma'noda birikma olmoq fe'liga ham qo'shilishi mumkin. Uni demak fermer xo'jaligiga joylashtirdi. Wada'a degani qo'ymoq, joylashtirmoq. Kichkinagina matn bor. Buni o'zingiz tarjima qilishingiz mumkin. Barcha so'zlar bo'lganligi uchun bularni tarjima qilib berilmayapti.